Selam bolalar, bugun bizlar har xil lifehacklarni tekshirib ko'ramiz. Birinchi o'rinda bizga bu kerak bo'ladi. Keyin bunday va jitilni spawn qiladigan tuxum kerak bo'ladi. Jitilman tovuq. Bu kerak. Mana endi bu kerak bo'ladi. Buni bu tovuqni o'zi ekan. Chicken jockey deydi-ku. Bilasizmi? Eng oxirgi videoda mana bu bombani portlatamiz. Bam. Buni quramiz. Buni. Va bo'ldimi endi? Mana shu quramiz. Va bu kerakmi? Bu o'rtasini bizga farqi yo'q. Mana endi bizga mana bu kerak bo'ladi yana. Va bu narsa. Buni qo'yamiz. Bu yoqqa pastga tushamiz. Yo, buni qanday beradi? Kechir, men urib qo'ydim. Buni qanday beradi? Bilmayapman. Bu qanday berilar edi? Yo, bu qanday berilar edi? Bundaymi? Menimcha shunday. Buni berish mumkin. Nima uchun uryapman? Men buzib yotibman bular. Bular qanaqa? Mana. Mana qanday berasan? Mana shunday qilib berasanmi? Qanday qilib? Qaysini berar edik? Mana buni berar edik. Lekin endi buni qo'ydik. Mana endi bunday qilamiz. Mana endi qil. Bu yerda spawn bo'ladimi? Bo'ldi emasmi? Bu lifehackimiz o'xshamadi. Endi keyingi lifehackga o'tamiz. Bizga mansher yetarli. Ana endi bu kerak bo'ladi. Bu bor. Keyin mana bu damlama kerak bo'ladi. Mana shu edi 8lik. Bizga 8 daqiqalik yetadi. Yana endi bu yoqqa qo'yamiz. Buni qo'lingga o'xshab. Bo'ldi. Qani edi u? Mana tayyor ko'radigan suvni ostidan ko'rsa bo'ladi. Bu lifehackimiz o'xshadi. Sizlarga qilishni tavsiya qilaman. Kerak bo'lsa. Mana endi keyingi lifehackga o'tamiz. Buni esa buni olamiz. Keyin kristal qani edi? Kristalni olamiz. Ana endi bombani qo'yamiz. Endi buni bu yoqqa. Endi esa buni bu yoqqa qo'yamiz.
Bunu koyarız ve bu portlaymış şu yerde. Bomba yok mu bir yerde? Fakat bu boğasa oldu. Bu portlamaydı. Bu life hack'ını kılıp koymayın. To'xtachi. What? Bular. Yo, nima bu? Buni o'zi ham qilar ekan. Bu zo'r ekan. Ana endi biz survivalga o'tib olishimiz kerak. Ana endi survivalda buni o'zini qilib ko'ramiz. Endi buni sekingina bosib qo'yamiz. Bu survivalda qilinadi ekan. Bu life hack o'xshadi. Endi kreativga o'tamiz. Sizlarga va'da qilgandek, men bu bombani portlatamiz degan edim. Portlatamiz. 1 2 3 Su! Portladi. Qotmadi va bugungi video tamom bo'ldi. Hammaga salomatlik tilaymiz va xayr bo'ldi. Xayr bo'ldi.